Assalomu alaykum hammaga. Sizlar qanot pubgimi. Bugun sizlar bilan nima ish qilamiz? Bugun yangi kelgan RP A13 ro'yxatini upload qilib chiqamiz. Qani ko'ramiz nimalar bor ekan. Hop, RP ga kiramiz. Men o'sha RP ni olganman. RP solganman. 720 720 ga oldim. Sizlarga agar eng arzon 100C servis kerak bo'lsa, meni Telegram kanalimga o'tasizlar. Meni Telegram kanalim, YouTube kanalimda описаниесida bor. Telegram kanal deb yozib qo'yibman. Shu yerdan 100C lar olishlaringiz mumkin. Boshlaymiz. Birinchi uchratda qani RP olmaganlarga nima berishini ko'rib chiqamiz. Kupon beradi, anaqa. Kelinglar hammasini birga ko'rib chiqamiz. RP olganlarga 3-levelga 80-100C beradi. 7-levelga yana 40-100C. Va men undan nechtadir 100C beradi. Royal Pass sovg'alardan. Va 10-levelga mana bu pichoq berar ekan. Pichoqni lekin chiroyli ekan, menga yoqdi pichog'i. Kinjal, pichoq emas, kinjal. Va 13-levelga ham mana bu 40 ta 100C beradi. 15-levelga bitta mana bu jest beradi. Va mana bu bitta chiroyli samolyot beradi. To'g'risi, menga samolyoti juda yoqdi. 17-levelga kelganda yana 20-100C beradi. 17-levelga 20-levelga mana bu bitta kaska beradi. Kaskasi menga yoqmadi to'g'risi. Buni bilmadim nimaligini. 23-levelga 20-100C va 25-levelga kupon beradi. 60 100'lik kupon beradi. Hamma 26 ga o'tibman, shuni olib qo'yayin. 27 ga ham 20-100C. 28 ga esa bitta mana bunaqa bir kunlik lobby beradi, karta. 30-levelga esa P900 Latunoya Iskra degan оружие berar ekan va mana bunaqa bir chiroyli jest. Bu samolyotni remont qilyapti ekan, samolyot uchib ketar ekan. Jest menga to'g'risi juda ham yoqdi. 33-levelga 20-100C beradi yana. Yana bu yoqqa o'tkazaveramiz. 35-levelga bitta kichkina material. 37-levelga esa yana 40-100C. 40-levelga mana bu bitta qizlarga mos mifik berar ekan. Va mana bu bitta bosh kiyim, to'g'risi menga yoqmadi. 41-levelga esa mana bu tepadan tushayotganda u berar ekan. Va 43-levelga yana 40-100C va yana mana bu bitta kupon beradi 60-100C ga. 47-levelga esa 100C 40 ta va mana bu kuchaytiriladigan оружие berar ekan. 50-levelga. Ko'ramiz hozir buni. Bir mana shunaqa ko'rinish bo'lar ekan. 2 da esa mana bu ko'rinish. 5 ta kichkina materialga ko'tarib olasizlar va bitta katta materialga 3-urovingga ko'tarib chinchaqib olsalaring bo'lar ekan. Endi dalish ko'rishni boshlaymiz. 50 ga keldik. 50 va 53 ga 80-100C va mana bu pistolet berar ekan. 55-levelga Latunoya Iskra. Mana bu jest. Royal Pass olmaganlar uchun. To'g'risi yoqmadi.
57 levelga yana 40 UC. Rögzak berarkan 60 levelga. Bitta. Rögzak menga juda ham yoqdi. 63 levelga esa yana 40 UC va avatar berar ekan shunaqa. 65 levelga 67 ga esa UC 20 va UAZ berar ekan 70 levelga. UAZ menga juda ham yoqdi bu ham. Va mana bunaqa kiyim berar ekan. Kiyimi menga yoqmadi. Yana 73-levelga 20 UC. Yana 77-levelga ham 20 UC berar ekan. Keyin 80-levelga bitta mana bunaqa jest berar ekan. Jest menga juda ham yoqdi, to'g'risi. Va mana bunaqa dimovoya granata. Dim. Chiroyli ekan juda ham. Va 83-levelga esa 20 UC. 87-levelga ham 40 UC va 90-levelga MK14 Latuna Iskra degan orujasini berar ekan. Buni kuchaytirib bo'lmaydi. 93-levelga esa 40 UC va 96-levelga esa 7 kunlik bitta lobby berar ekan. 97-levelga 40 UC berar ekan va 100-levelga mana bu akamiz berar ekan. Kasevishi kostyum Nirjavishi Bradyaga degani menga juda ham yoqdi bu, to'g'risi. Va biz keyin yaqinda UC'li lobbylar qilamiz. Telegram kanalimizda o'rgatsalaring. Har kuni kechqurun UC'li lobbylar bo'ladi. Xo'p. Oz-oz X kostyumlarni ochib turamiz. Va bu yerdan planerni oldik. Yana mana bu granatani olganmiz. Mishiqni olganmiz. Shu narsalarni olib qo'yganmiz birikda. Kostyumlarga hech bo'lmasa faraon bilan uni olsak, faraonni mana tepadan tushadiganini olganmiz. Parashyut Skarabey faraoni degan o'shani oldik. Hech bo'lmasa X kostyum faraon bilan aniqroq olsak, ancha yaxshi bo'lardi bizga. Va shu bilan videomiz oxiriga